Guruhdoshlar, yana bir sifatli bo'lgan Turkiyaning Makrotarim firmasi tomonidan ishlab chiqariladigan Deep-root preparatini sizlarga man tanishtirib o'taman. Deep-root preparat 100% organik birikmalardan tashkil topgan, 80% dan yuqori bo'lgan darajada fulvin kislotasi, gumin kislotalari bor. Hattoki biz buni alohida bir leonardit, penardit deb o'tirmaymiz. Tarkibida hattoki yuqori foizda leonardit tarkibli dori bu preparatimiz asosan ildiz faoliyatini yaxshilaydi, yer strukturasini yaxshilaydi, hujayra bo'linishi va ildiz rivojlanishini rag'batlantiradi, o'simlik tomonidan yaxshi qabul qilinadi, hosildorlik va meva sifatiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bu preparatni asosan mana yangi ko'chatlarimiz, yangi o'tkazilgan ko'chatlarimiz yoki bo'lmasa gulchilarimiz, prikirovka holatida yo boshqa bir ko'chatchilarimiz foydalanishni ham tavsiya etamiz. Rasxodi 10 litr suvga 15-20 gramm tashkil qiladi. Barcha turdagi fungitsid va insektisidga qo'shib ishlatsa bo'ladi. Tomchilatib sug'orish orqali foydalaningizda juda katta ham samaraga erishasiz bu preparatimizdan. Bu preparat popuk ildizni rivojlantirgani, o'q ildizini rivojlantirgani hisobiga hosildorlik oshadi o'z-o'zidan. Marhamat qilib qo'shimcha ma'lumot va bepul maslahatlarni quyidagi telefonlardan oling. Bizga xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz.